Mana qaranglar, ko'rayotganingiz smart tutulchak bo'lyapti. Tualetlarga ham kerak bo'ladigan mahsulot. Bu oldin yaponlar tomonidan ishlab chiqarildi. Toto firmasining mahsuloti. Biz bunaqadan o'tadi sotgan edik. Hozir buni mana xitoyliklar smart variantini chiqarishdi. Ko'rayotganingiz mana bu yerda to'qqiz uchun mo'ljallangan Tenyu Other Function. Yana undan tashqari mana boshqa funksiyalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bu ikkita trubkadan suv chiqyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, yaqinlashtirib ko'rsam, bu yoqdan Other Function. Bu ko'rayotganingiz ultrafioletli chiroq bo'lyapti. Mikroblarni o'ldirish uchun. Okey. Hozir bu mana bu suv ham chiqar ekan. Qaranglar, to'g'ri qilishga ham ancha mo'ljallangan. Bu yerda qaranglar, o'zining datchiklarini ham ko'rsatib turibdi. Shu pult orqali bemalol boshqarib, misol uchun ishlatsanglar bo'ladi. Tak, narxiga keladigan bo'lsa $70. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Zavodning kontaktlari bizda bor. Shunaqa gaplar. Biz shu yerdamiz, sizlarga mana shunaqa narsalarni ko'rsatib beramiz.